Yapon raqamli universitetidan 1 million so'm yutish uchun Judo 703 promokodni kiriting. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 6 may 2026-yil sanasida O'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 43 so'm 68 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.037 so'm 21 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.203.721 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 1.1% ga tushdi. Yevro 17 so'm 48 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.071 so'm 50 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.407.150 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.1% ga oshdi. Rossiya rubli 1 so'm 10 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 62 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.620 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 3.5% ga oshdi. Koreya voni 2 tiyinga oshdi. 1 Koreya voni 8 so'm 17 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Koreya voni 8170 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Koreya voni 0.9% ga oshdi. Qozog'iston tengesi 8 tiyinga oshdi. 1 Qozog'iston tengesi 25 so'm 90 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Qozog'iston tengesi 25900 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Qozog'iston tengesi 1.1% ga tushdi.